Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va bizni kuzatib borayotgan barcha muxlislarimizga Xudo xolasa bugun Andijon Xo'jabotaga kelganmiz inshaalloh. Yana bir pol avtomat liniyamizni o'rnatishga. Hozir faqatgina relslarni to'g'riganiga kelganmiz, shuning uchun yengil mashinalarimiz. Nurdan Xudo xolasa mana shu joyimiz vitorlarni quyib tayyor qilib qo'yishgan bo'linlarni olib kelib inshaalloh bugungi sanamiz 29-aprel sanasiga ishimiz boshlayapti nasib bo'lsa. Xudo xolasa noldan ishlash jarayoni boshlanishi va oxirigacha o'rnatib berish jarayonlarigacha ko'rsatamiz nasib bo'lsa. Bittadan like tugmachasini bosib, xudo xolasa obuna bo'lib qo'ysanglar, keyingi videolarda ham xudo xolasa mana shu joylarimizga polni liniyalarimizni olib kelib o'rnatganlarimizga qo'yamiz inshaalloh. Mana xudo xolasa bugungi ishimizni yakunladik. Aprel sanasidagi ishimiz soat 7:30 bo'ldi, kechqurungi 19:30. Xudo xolasa bitta liniyamizni chiqazib oldik. Ertaga bu liniyalarimizni xudo xolasa chiqazib telechka yuradiganlarni qilsak, nasib bo'lsa avtoreskalarimizni, mishalkalarimizni o'rnatish jarayonlarini ham qilamiz xudo xolasa. Hozir asosiy liniyalarni chiqazib oldik. Bitolarimiz sal notekislik uchun qo'limiz ushladi, vaqtimiz olib qoldi salgina. Bittadan like bo'lib, obuna tugmachasini bosib qo'yib, xudo xolasa kuzatib tursangiz, bitgan, ishlab chiqarishni boshlagan darajagacha kelgan videolarni xudo xolasa qo'yish harakatini qilamiz.